Archa ballonlar tezlik uchun yaxshimi yoki asimetrik protektor tipiga ega ballonlarmi? Archa ballonlar directional tipiga mansub va tezlik uchun yaxshi variant. Lekin sizda bundan-da zo'r variantlar bor. Masalan, asimetrik shinalar. Nega asimetrik deb nomlanadi? Chunki shinaning ichki qismi tashqi qismidagi protektorlardan farq qiladi. Protektorlarning ikki xil bo'lishi albatta ma'nosiz emas. Shinaning o'zida ham ichki, ya'ni inside va ham tashqi, ya'niki outside belgilari ham mavjud. Shu belgilarga qarab shinani qaysi tomonga qarab o'rnatish mumkinligini bilib olasiz. Ya'ni ikkita qarama-qarshi tomonda joylashgan shinalar ichki tomondagi yuzasi bir-biriga qaragan bo'lishi shart. Yo'qsa shina beradigan quyidagi qulayliklardan quruq qolasiz. Ya'niki agar siz shinani to'g'ri o'rnatsangiz, mashina burilishlarga kirganda tashqi tomon bilan ichki tomon beradigan dinamikalar bir-biridan farq qiladi. Masalan, mashina burilishlarga kirsa, tashqi tomondagi chuqur protektorlarga ko'proq og'irlik tushadi va mashina yon tomonga olib ketmasligi uchun o'sha tomon kamroq deformatsiyaga uchrashi kerak. Yetarli darajada chuqur bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda ichki tomoni ho'l ob-havolarda suvni shina yuzasidan effektiv chiqarib yuborish uchun juda zarur yo'nalishli protektor bilan ta'minlangan. E'tibor berasiz, eng yuqori tezlikli mashinalar aynan asimetrik shinalar bilan ko'proq jihozlanadi. Bejizga emas, chunki aynan shu shinalar uzoqroq xizmat qiladi. Lekin tezlik bobiga kelganda-chi, u archa ballonlardan tezroqmi? Nima deb o'ylaysiz? Javobni izohlarda kutaman. Agar simmetrik shinalar haqidagi son qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring.